Hammaga aytgandim, bu ayolni bir kunda 3 marta, 4 martadan shunaqa holat bo'ladi. Va shu holatlarga g'ish qo'yadi shunaqa. G'ish qo'yishlikni oson tutmaylar. Kommentariyada hamma yomon gaplarni yozdi. Tuhmat qilmanglar, oson emas. Sog'liqlarida muammolar bor. Bu hech qanaqa uyushtirilmadi. Reallik olingan narsa. Shunaqa holat bo'lib qoldi hozir. Bunaqa holatda har kuni deyarli 3 marta, 4 martadan bo'ladi. Hozirgina g'ish qo'yayotganda shunaqa narsa bo'lib qoldi. Kimdir g'ish qo'yayotgani hisob-kitob qilibdi. Bir kunda 500 ming, 600 ming pul topar ekan. Har kuni quysagina shunaqa pul topadi yoki sotsagina u quyishlik uchun ham kuch kerak bo'ladi, energiya kerak bo'ladi. Yaxshi yeyishlik kerak, yaxshi kiyinishlik kerak uning uchun. Oson emas, oson tutmaylar. Tem bo'ling ayol. Ayollar paddesha qilinglar. Ko'p kommentariyada ayollar naborot yomonlagansizlar, boshqa qilgansizlar.